ko'rayotgan bo'lsanglar, o'tgan safar video qilgandim. Qanaqa olinadi, qanday tayyorlanadi. Mana bu azotin kislota. Bunisi saloniy kislota. Mana dorilari. Bu gidrosin. Bu ham shunday. Bu protta ichiga solganman, ichiga solib qo'yibman. Bu paketda bo'ladi. Mana bu platalar olganman, mana sug'urib olganman. Mana bularni yuraydi. Kerakli anonlarini mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana bedaklar olingan mana. Hozir mana tayyor bo'lgani bu. Mana hozir mana tayyor mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana tayyor mana. Tayyor holatida. Buni eritamiz, xudo xolasa tilla bo'ladi. Endi u peshonadan ko'ramiz, qancha gram chiqadi. Menimcha shu bir 6-7 chiqadi mana shu bankadagi. Bunda ham bir 5-6 chiqadi. Keyin yana sizlarga aytayotganim, aldanib qolmanglar telefondan. Telefonni knopkali telefonlardan anaqa qilasizlar. Xudo xolasa qiziqqan odamlar Rossiya postoyanniy yig'ishtiringlar, mana shunday narsa bilan shug'ullansanglar bo'ladi. Bu halol, bu o'g'irlik emas, yo bir anoyi emas. Shu asosiy o'rganib ketaverasizlar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu telefonni mana shulardan olinadi, mana garilka, mana. Keyin mana bu bankada yiqilib tayyor mana. Mana tayda bor. Tayda. Yana hozir ko'rsataman. Sizlarga mana tayyorlanimdek qizil bo'ladi, tayi. Ko'ryapsizlarmi? Azotli kislota, saloniy kislota, mana platan. Oltin. Ko'rdinglarmi? Mana bunday tayyorlanadi. Mana shunday. Mana shu sariqlari olinadi. Avtomatik olinadi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Azizlar, mana shuni iloji bo'lsa, shunaqa telefonlarni yig'inglar, shuni shug'ullansanglar bo'ladi. Mana tilla. Bu mana asbobim bu. Sizlarga nima kerak bo'ladi? Keyin mana hozir tayyorlanganimiz mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana hozir. Mana shugun qildim mana. Tayyor bo'lgan. Eritgan, yana eritga qo'yaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, uchrashguncha.